Bizda polip endometriya bo'lgan, ya'ni bachadonda endometriya qismida polip o'sib qolgan. Shu bilan murojaat qilganlar yoshlari 45 yoshda. Shikoyatlari hayzdan keyin 5-6 kungacha shokolad rang bo'lib, jigarrang выделение kelishi, quvog'ida, belida og'riq bo'lishi, menstruatsiya paytida qonda laxta uvib tushishidan shikoyat qilib kelganlar. Polip endometriya bo'lishi uchun quyidagi sabablar bo'lishi kerak. Birinchisi, virus papilloma человека degan virusimiz bo'ladi. Papillomani o'sishini chaqiruvchi virus degani bu. Bu virusga analiz topshiriladi polipni olishdan oldin. Agarda virus chiqadigan bo'lsa, unda 3 oy davolab turib, virus tugatilgandan keyingina papillomani olishimiz mumkin. Agarda virus chiqmasa, PCR mazokimiz toza chiqsa, unda 10 kun virusga qarshi dorilar, virusga qarshi svechalar bilan, antibiotiklar bilan, qon ketmasligi uchun gemostatik dorilar bilan kasal tayyorlanib, papillomani olinadi. Papillomani 2 xil yo'l bilan olish mumkin. Bittasi UZI kontroli ostida mana shu papilloma turgan joyda qirib olib gistologik analizga topshirish mumkin. Bittasi gisteroskopik qilish mumkin. Bugungi qilingan papillomamiz katta bo'lganligi uchun biz buni gisteroskopik qilmadik. Aniq ko'rinib turganligi uchun biz buni qirinda sifatida diagnostik выскапливание qilib oldik. Diagnostik выскапливаниеga papilloma topshirildi. Bu 10 kundan keyin analizi chiqadi. Agarda hurmatli ayollarimiz biror bir shikoyatlaringiz bo'lsa, hayz 3 kun 5 kunda tugamasdan, hayz tugashidan oldin, hayz tugashidan keyin shunaqangi rangli jigarrang aralashmalar kelsa, belingizda quvog'ingizda og'riq bo'layotgan bo'lsa, bunga befarq bo'lmang. Albatta ginekolog yoki onkoginekolog nazoratida bo'lish klimaks davrida juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Agarda sizda shunday muammolar bo'lsa, Anfa klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga yordamimiz tegishidan xursand bo'lamiz. Hamisha sog'